Savol quyidagicha. Qara savol. Birinchi 2022-yil 4-dekabr 10-misolga shunga e'tibor beraylik. Keyin savolga e'tibor beramiz. Mana trigonometriya. Shuni soddalashtirish kerak ekan. Trigonometriya yaxshi qara. Xo'p, bu teng deyman mana. Ikkita kosinusdan alfani yozib olaman. Plus. Ikkalasi yig'inda o'tibdi. Yig'indini ko'paytmaga o'taman. Ikkita kosinus 3 alfaga 5 alfani qo'shib 2 ga bo'lamiz. Demak, nima bo'ladi? 4 alfa. Ko'paygan. Endi ayiramiz. Kosinus 5 alfadan 3 alfani ayirib 2 ga bo'lamiz. Demak, alfani o'zi mana bo'ldi. Kasr chizig'i mana. Endi mana kosinus 3 alfani yozaman. Kosinusdan 3 alfa. Sinuslarni ko'paytmasdan yig'inga keltirish formulasini qo'llaymiz. 1 taqsim plusdan 1 taqsim 2 kosinusdan 2 alfadan bitta alfani ayirsak alfani o'zi qoladi. Minusdan 1 taqsim 2 kosinus 2 alfaga 1 alfani qo'shib qo'yamiz. 3 alfa bo'ldi. Endi e'tibor ber. Mana tepasini yozadigan bo'lsak, ikkita kosinus alfani chiqarib ketsak bo'ladi. Ikkalasida ham bor. Demak, ikkita kosinusdan alfani chiqarib ketamiz. Ichkarida 1 plusdan kosinusdan 4 ta alfa qoldi. Mahrajda mana kosinus 3 alfa bor, keyin yarmi bor. Yarmini ayirib tashladik. Demak, 1 taqsim 2 kosinusdan 1 taqsim 2 ni ham qo'shimda tashqariga chiqarib ketdim. Kosinus alfa plusdan kosinusdan mana 3 alfa qoldi. Tushunarli bo'ldi mana? To'liq bitta edi, yarmini ayirib tashlayman. Yarmi qolyapti, keyin 1 taqsim 2 ni qo'shimda tashqariga chiqarib oldim. Mana shuni hisoblaymiz endi. Xo'p, bu mana ikkita kosinusdan alfaga teng bo'ldi, ko'paygan. Mana bunga e'tibor beramiz. Bitta almashtirish bajaramiz ichkarida. 1 plusdan kosinus 4 ta alfa bo'lyapti. Buni mana bunaqa qo'llaymiz. Qarang. Ikkita kosinusdan kvadrat, xo'p, ikkita alfa minusdan 1 degan mana shu ifodani qo'llab oldim ichkariga. Taqsim. Bu ichkarida 1 taqsim 2 yig'indadan ko'paytmaga o'taman. Ikkita. Xo'p, o'tadigan bo'lsak, kosinusdan ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lamiz. 3 alfaga 1 alfani qo'shsak 4 alfaga bo'lsak 2 ta alfa qoladi. Ko'paygan kosinus endi ayirib 2 ga bo'lamiz. 3 alfadan bitta alfani ayiramiz. 2 alfa 2 ga bo'lsak alfani o'zi bo'ldi. Mana teng ekan. Endi oxirgi ishimiz qoldi mana. Kasr chizig'ini chizdik. 2 ta kosinusdan alfa ko'paygan. Birlari ketdi. 2 ta nima bo'lar ekan? 2 kosinus kvadrat 2 ta alfa. Mahrajda mana 2 bilan ketdi. Demak, kosinusdan 2 ta alfa ko'paygan nima ekan? Kosinusdan alfa. Endi o'xshashlarni qara. Kosinus alfalar ketar ekan mana. Kosinus 2 alfa bilan bittasi ketdi. Demak, mana bu yerda bittasi qoldi. 2 ni 2 ga ko'paytirsam 4 bo'lar ekan. Keyin mana buni bittasi qoldi. Kosinusdan nima bo'lar ekan? 2 ta alfa bo'ldi. Shu bilan 4 ta kosinus 2 alfa degan javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Demak, B javobga mos kelar ekan. Mana shu bilan 13-savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.